Savol: VPN xavfsizmi? Javob: agar pulli bo'lsa, xavfsiz. Nimaga bunday deyapman? Chunki pulli VPNlar nima yaxshi, sizni hech qanaqa nima qilmaydi, kuzatmaydi. Bepul VPNlar bo'lsa, unga pul kerak, qanaqadir texnik ishlash uchun elektrga pul to'lash kerak, u pulni qayerdan oladi? Shuning uchun sizni ma'lumotlaringizni bemalol sotib olishi mumkin. Agar reklama bo'lmasa, chin bo'ylab u sotib olishi aniq do'stlar. Bo'lmasa reklama bo'lishi mumkin. Xavfsiz VPNlardan bittasini aytib ketaman. Bu Proton VPN do'stlar. U menga hech qanaqa pul to'lagan yo'q, boshqa qilgan yo'q. Prosta o'zim nima qilganimcha aytib ketyapman. U VPN pullik, bepul versiyasi ham bor, faqat cheklangan nimada ishlaydi. Davlatlarni o'zgartirishingiz qiyinroq bo'ladi. Xullas, nima demoqchiman? Pulli VPN ishlating, unda ham aniq 100% xavfsiz deb hech kim ayta olmaydi. Shuning uchun ham VPN ishlatayotgan paytda login, parol, boshqa nima terishayotgan, xullas o'shanaqa narsalaringizni ishlatayotgan paytda ehtiyot bo'lib nima qiling do'stlar. Xullas do'stlar, doimo ehtiyot bo'ling. Like, podpisatsiya, kommentariy esdan chiqmasin do'stlar. YouTube, Telegram, TikTok akkauntlarimizga ham obuna bo'lib qo'ying do'stlar. Shunaqa foydali ma'lumotlar berilib boriladi sizning xavfsizligingiz uchun. Rahmat.